Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga ko'pchilik pensionerlar qo'lida bo'lsa ham aslida to'liq foydalanmaydigan juda muhim hujjat haqida gapirib beraman. Pensiya guvohnomasi. Bu oddiy qog'oz yoki plastik karta emas. Bu hujjat ayrim holatlarda sizga pul tejaydi, navbatni qisqartiradi, xizmatlardan osonroq foydalanishga yordam beradi va eng muhimi sizga qonuniy imtiyozlaringizni eslatib turadi. Men buni juda jiddiy aytyapman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, yaqin qarindoshiga g'amxo'rlik qilayotgan insonlarga kerak. Chunki ko'pchilik pensiya guvohnomasi faqat pensiya olishini tasdiqlash uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida esa uning orqasida kamida 9 ta yashirin imkoniyat bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men har bir imkoniyatni oddiy misollar, aniq vaziyatlar va amaliy qadamlar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda huquqiy, ijtimoiy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Bugungi mavzu esa juda ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini tejashi mumkin. Avvallari pensiya guvohnomasi ko'proq men pensionerman degan oddiy tasdiq sifatida ishlatilardi. Odamlar uni asosan pensiya tayinlanganda olib qo'yardi. Keyin uyda bir papkaga solib qo'yar. Faqat biror tashkilot so'raganda olib chiqardi. Ko'pchilikka uning boshqa foydasi tushuntirilmagan. Hatto ayrim pensionerlar menga pensiya kartaga tushadi, guvohnoma nimaga kerak deb o'ylaydi. Lekin hozir davlat xizmatlari, banklar, tibbiyot muassasalari, kommunal xizmatlar, transport tizimi va ijtimoiy yordam mexanizmlari ancha raqamlashib bormoqda. Ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Lekin bu pensiya guvohnomasi keraksiz bo'lib qoldi degani emas. Aksincha ayrim vaziyatlarda aynan shu hujjat sizning maqomingizni tez va aniq tasdiqlab beradi. Telefon ishlamay qolsa, baza ochilmasa, xodim tizimdan topilmasa, hududiy tashkilotda elektron almashinuv sust bo'lsa, guvohnoma sizni ortiqcha ovora bo'lishdan qutqaradi. Yana bir muhim o'zgarish, endi ko'plab imtiyozlar faqat yoshga qarab emas, balki maqomga qarab beriladi. Masalan, odam oldindan yoshdan oshgan bo'lishi mumkin, lekin hali pensiyaga chiqmagan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi oladigan kishi yosh bo'lmasa ham pensioner hisoblanadi. Demak, tashkilotga borganingizda mening yoshim mana deyish yetarli bo'lmaydi. Ba'zida men haqiqatan ham pensiya oluvchi shaxsman degan tasdiq kerak bo'ladi. Mana shu joyda pensiya guvohnomasi ishlaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner poliklinikaga, shifoxonaga yoki tor mutaxassis qabuliga boradi. Ro'yxatxonada undan hujjat so'raladi. Pasport bor, lekin pensioner maqomini tasdiqlash kerak bo'lib qoladi. Ayniqsa ayrim bepul yoki imtiyozli xizmatlar. Dispanser nazorati, reabilitatsiya, sanatoriyga yo'llanma, ijtimoiy himoya bilan bog'liq tibbiy ma'lumotlarda guvohnoma juda qo'l keladi. Masalan, 68 yoshli otaxon tissa og'rig'i bilan poliklinikaga boradi. Unga shifokor fizioterapiya kursini tavsiya qiladi. Ba'zi xizmatlar navbat asosida yoki alohida tartibda berilishi mumkin. Ro'yxatxonada pensioneringizni tasdiqlovchi hujjat bormi deb so'rashadi. Agar guvohnoma yonida bo'lsa, masala 2 daqiqada hal bo'ladi. Agar bo'lmasa, ertaga olib keling, pensiya bo'limidan ma'lumotnoma oling, MyBandicop orqali chiqarib keling deb vaqt ketadi. Bu yerda gap faqat bepul xizmat haqida emas. Gap sizning maqomingiz noto'g'ri baholanmasligi haqida. Pensioner odam uchun har bir qatnov xarajat, yo'l haqi, vaqt, sog'liq, asab. Shuning uchun men doim aytaman. Poliklinikaga borayotgan bo'lsangiz, pasport yoki ID karta bilan birga pensiya guvohnomasini ham oling. Hamma dorilar ham imtiyoz bilan beriladi deb o'ylamang, bu noto'g'ri. Lekin ayrim toifadagi bemorlar uchun dori ta'minoti. Ro'yxat asosidagi preparatlar, surunkali kasalliklar bo'yicha nazorat, nogironlik yoki yoshga doir ijtimoiy himoya paketlari mavjud bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda pensiya guvohnomasi qo'shimcha tasdiq bo'lib xizmat qiladi. Misol keltiraman. Onaxon qandli diabet bilan ro'yxatda turadi. Unga ayrim dori vositalari bo'yicha poliklinika orqali yo'llanma beriladi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda shaxsiy hujjat, tibbiy karta, shifokor xulosasi va pensioner maqomini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Agar u guvohnomasini ko'rsatsa, xodim uning ijtimoiy toifasini tez aniqlaydi. Agar ko'rsatmasa, ma'lumotni boshqa bazadan izlashadi. Ba'zan tizim ishlamay qoladi. Ba'zan esa odam yana qaytib kelishga majbur bo'ladi. Men bu imkoniyatni pul tejash deb ham atayman. Chunki dori masalasida bir kun kechikish ham ba'zan odamni dorini
o'z hisobidan sotib olishga majbur qiladi. Masalan, bir oylik dori 1.9 ming so'm bo'lsa, odam hujjati tayyor bo'lmagani uchun o'sha pulni cho'ntagidan chiqaradi. Vaholanki, to'g'ri hujjat bilan imtiyozli tartibdan foydalanishi mumkin edi. Pensiya guvohnomasi kommunal xizmatlar bo'yicha har doim avtomatik chegirma beradi deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Chunki imtiyozlar hudud, toifa, ijtimoiy holat, nogironlik, yolg'iz yashash, kam ta'minlanganlik va boshqa mezonlarga qarab belgilanadi. Lekin guvohnoma ko'pincha ariza topshirishda ijtimoiy himoya organlariga murojaatda, subsidiya yoki yordam masalasida asosiy hujjatlardan biri sifatida kerak bo'ladi. Oddiy hayotiy vaziyat, yolg'iz yashovchi 7-2 yoshli ayolning gaz, elektr, suv va isitish xarajatlari qishda oshib ketadi. Farzandlari boshqa viloyatda. U mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga yordam so'rab murojaat qiladi. U yerda undan daromad manbasi, yashash sharoiti, oila tarkibi, mulk holati va pensionerligini tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Pensiya guvohnomasi bu yerda mening asosiy daromadim sifatida ishlaydi. Rag'am bilan tushuntiraman. Agar bir pensioni oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, qishda kommunal xarajatlari 400 ming so'mga chiqsa, bu uning daromadining deyarli 3dan 1 qismi degani. Bunday holatda ijtimoiy yordam mexanizmlarini tekshirtirish kerak. Ko'pchilik baribir bermaydi deb bormaydi. Men esa aytaman, bormasangiz hech kim sizning muammoingizni bilmaydi. Pensiya guvohnomasi esa murojaat paketidagi eng muhim tasdiqlardan biri bo'ladi. Transport masalasi juda nozik, chunki har bir shaharda, har bir yo'nalishda, har bir transport turida qoidalar bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi joylarda yoshga doir chegirmalar, ayrim toifalar uchun bepul yurish, ayrim sanalarda yoki ijtimoiy guruhlarga qulayliklar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma pensioner, hamma transportda bepul yuradi demayman. Bunday umumiy gap odamni chalg'itadi. Lekin pensiya guvohnomasi transportdagi imtiyozni so'rash, aniqlash va tasdiqlash uchun kerak bo'ladigan hujjat. Masalan, pensioner viloyatdan Toshkentga keladi. U metro, avtobus yoki shaharlararo transportdan foydalanmoqchi. Kassada yoki nazoratchida imtiyoz bor yo'qligini so'raydi. Agar guvohnoma bo'lsa, u o'z maqomini ko'rsatadi. Agar guvohnoma bo'lmasa, faqat yoshiga qarab baholashadi yoki umuman imtiyoz qo'llanmaydi. Ayrim hollarda nogironlik pensiyasi oluvchi shaxs yosh bo'lmasa ham imtiyoz toifaga kirishi mumkin. Buni oddiy pasportdan ko'rish qiyin. Pensiya guvohnomasi esa vaziyatni osonlashtiradi. Yana bir misol. 58 yoshli kishi nogironlik pensiyasi oladi. Tashqi ko'rinishdan yoshroq ko'rinadi. Transport xodimi uni pensioner deb o'ylamasligi mumkin. U guvohnomasini ko'rsatsa, ortiqcha bahs bo'lmaydi. Shuning uchun pensiya guvohnomasini faqat keksalar uchun hujjat deb emas, pensiya oluvchi maqomini tasdiqlovchi hujjat deb tushunish kerak. Hozir pensiya ko'pincha bank kartasiga tushadi. Pensioner bankka karta almashtirish, PIN kod tiklash, yangi hisob ochish, kredit olish, omonat qo'yish yoki ishonchnoma bilan bog'liq masalada bo'ladi. Bank asosan pasport yoki ID karta orqali ishlaydi. Lekin pensionerlar maqomi ayrim xizmatlarda qo'shimcha ma'lumot sifatida muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bank xodimi mijozning barqaror daromad manbasini aniqlamoqchi bo'ladi. Ish haqi yo'q, lekin pensiya bor. Guvohnoma yoki pensiya ma'lumotlari mijozning doimiy tushumi borligini ko'rsatadi. Bu ayniqsa kichik kredit, maishiy texnika uchun bo'lib to'lash, kommunal to'lovlarni avtomatik qilish, omonat maslahatlari kabi holatlarda ahamiyatli. Lekin bu yerda juda katta ogohlantirish bor. Pensiya guvohnomasini begona odamga berib yubormang, rasmga oldirib yubormang, telefon orqali ma'lumotlarni aytmang. Firibgarlar pensiya qo'shimchasi chiqdi. Kompensatsiya olasiz. Kartangizni pensiya guvohnomangizga bog'lash kerak deb aldashi mumkin. Bank hech qachon telefon orqali kartaning PIN kodi, SMS kodi, to'liq karta ma'lumotlarini so'ramaydi. Pensiya guvohnomasi sizga yordam beradi, lekin uni ehtiyotsiz ishlatsangiz, firibgarga gurol bo'lib qolishi mumkin. Davlat xizmatlari markaziga borganingizda turli arizalar, ma'lumotnomalar, qayta rasmiylashtirish kadastri, meros, yashash joyi, nikoh, tug'ilganlik, ishonchnoma, ijtimoiy xizmatlar bo'yicha murojaatlar bo'lishi mumkin. Elektron tizimlar ko'p narsani o'zi tortib oladi. Lekin har doim ham hammasi birinchi urinishda chiqavermaydi. Pensiya guvohnomasi bu yerda sizning maqomingizni tushuntirib beruvchi qulay hujjat. Masalan, pensioner o'z nomidagi uy-joy hujjatini yangilamoqchi. Xodim to'lov, xizmat turi,
muddat yoki ariza shaklini aniqlayotganda uning pensionerligini bilishi kerak bo'lishi mumkin. Yoki pensioner o'ziga tegishli ijtimoiy xizmat haqida so'raydi. Guvohnoma bo'lsa, suhbat aniqroq bo'ladi. Xodim siz pensiya olasizmi deb og'zaki so'rab o'tirmaydi. Hujjatni ko'rib darhol yo'naltiradi. Men doim tavsiya qilaman. Davlat xizmatlari markaziga borayotganda bitta papka tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, stir yoki JSHR ma'lumotlari, yashash manzili hujjati, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz yozilgan varaq bo'lsin. Bu oddiy tuyuladi. Lekin ko'plab navbatlar aynan bitta hujjat yetishmagani uchun bekor ketadi. Pensionerlar orasida sanatoriy yoki sog'lomlashtirish yo'llanmalari haqida eshitganlar ko'p. Lekin kimga, qachon, qanday tartibda berilishini hamma ham bilmaydi. Bu yerda ham pensiya guvohnomasi muhim rol o'ynashi mumkin. Chunki yo'llanma masalasida odamning yoshi, sog'lig'i, pensiya turi, nogironlik holati, ijtimoiy ahvoli hisobga olinadi. Hayotiy misol, 7 yoshli erkak yurak-qon tomir kasalligi bilan dispanser nazoratida turadi. Shifokor unga sanatoriyda davolanish foydali bo'lishini aytadi. U mahalla, poliklinika yoki tegishli ijtimoiy organ orqali navbatga turishi kerak. Hujjatlar ichida tibbiy xulosa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensionerligini tasdiqlovchi hujjat, agar bo'lsa nogironlik hujjati so'raladi. Pensiya guvohnomasi bo'lmasa jarayon cho'zilishi mumkin. Bunda yana bir nozik jihat bor. Sanatoriy yo'llanmasi xohlagan odam xohlagan payt oladi degani emas. Navbat tibbiy ko'rsatma toifa va moliyalashtirishga bog'liq. Lekin pensioner o'z huquqini bilmasa, umuman so'ramaydi. So'ramagan odam ro'yxatga ham kirmaydi. Shu sababli pensiya guvohnomasini olib, poliklinikaningizdagi oilaviy shifokor yoki ijtimoiy xodimdan mening holatimda sanatoriy yoki reabilitatsiya yo'llanmasi olish imkoniyati bormi deb aniq so'rang. Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Kimdir maktabda qorovul, kimdir bog'chada hamshira, kimdir xususiy korxonada hisobchi, kimdir ustachilik qiladi. Ishlayotgan pensionerlar uchun pensiya guvohnomasi ba'zan mehnat munosabatlarida kerak bo'ladi. Ish beruvchi xodimning pensioner maqomini bilishi kerak bo'lishi mumkin. Mehnat shartnomasini tuzishda, ijtimoiy ajratmalarni hisoblashda, ish vaqti yoki sog'liq holatiga mos sharoit yaratishda, qo'shimcha kelishuvlarda albatta pensioner bo'lish odamning mehnat huquqlarini kamaytirmaydi. Aksincha, xodimning rasmiy maqomini to'g'ri ko'rsatish kelajakdagi nizolarning oldini oladi. Misol uchun, 63 yoshli ayol yarim stavkada ishlaydi va pensiya oladi. Ish beruvchi unga siz baribir pensionersiz, sizga rasmiy shartnoma shart emas desa, bu noto'g'ri yondashuv. Rasmiy ishlash huquqi bor. Pensiya guvohnomasi esa uning pensiya oluvchi ekanini ko'rsatadi. Lekin ish beruvchi bundan foydalanib, uni huquqsiz qila olmaydi. Men bunday holatda har doim mehnat shartnomasini yozma tuzishni, ish haqi bank orqali rasmiy tushishni, ish vaqti aniq ko'rsatilishini tavsiya qilaman. Bu imkoniyat haqida juda kam gapiriladi. Pensiya guvohnomasi ba'zan notarial ishlar, meros, ishonchnoma, vasiylik yoki parvarish bilan bog'liq masalalarda qo'shimcha dalil bo'lib xizmat qiladi. Notarius odatda pasport, qarindoshlik hujjatlari, mulk hujjatlari bilan ishlaydi. Lekin pensionerning daromadi, ijtimoiy maqomi qaramog'ida yoki parvarishda ekanligi bilan bog'liq holatlarda pensiya guvohnomasi foydali bo'lishi mumkin. Masalan, keksa ona o'z farzandiga pensiyasini olish uchun ishonchnoma bermoqchi. Notarius shaxsni, rozilikni, muomala layoqatini, hujjatlarni tekshiradi. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda qaysi pensiya turi borligini, murojaat mazmunini aniqlashtirishga yordam beradi. Yoki meros ishida marhum pensioner bo'lgan, uning oxirgi pensiya to'lovi, qoldiq mablag' bankdagi hisoblari bo'yicha masala chiqishi mumkin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, oila a'zolari kamroq ovora bo'ladi. Yana bir juda hayotiy holat, keksa ota-onaga farzandlar navbat bilan qaraydi. Keyin xarajatlar, pensiya puli, dori-darmon, parvarish bo'yicha kelishmovchilik chiqadi. Agar pensiya guvohnomasi, bank tushumlari, tibbiy xarajatlar va ijtimoiy yordam hujjatlari tartibda saqlansa, oilada ham shaffoflik bo'ladi. Hujjat tartibi ko'pincha janjalning oldini oladi. Endi kimlar bu mavzuga ayniqsa jiddiy qarash kerakligini aytaman. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ular ko'pincha hujjat ishlari bilan o'zlari yuguradi. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Chunki ularning imtiyozlari yoshga emas, maqomga bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ishlayotgan pensionerlar.
Chunki mehnat, bank, soliq va pensiya masalalari aralashib ketmasligi kerak. 4-dan farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda yashaydigan keksalar. Bunday holatda hujjatlar tartibli bo'lmasa, kichik masala ham katta muammoga aylanadi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada to'g'ri bo'lsa, pensiyangiz vaqtida tushayotgan bo'lsa, guvohnomangiz saqlangan bo'lsa, siz har kuni uni ko'tarib yurishingiz shart emas. Lekin muhim joylarga borganda olib yurish kerak. Ya'ni guvohnoma uyda chang bosib yotadigan narsa emas. Zarur vaziyatlar ishlatiladigan amaliy hujjat. Birinchi nozik jihat. Pensiya guvohnomasi hamma joyda avtomatik imtiyoz bermaydi. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar guvohnomani ko'rsatib, menga chegirma qilish shart deb o'ylaydi. Aslida imtiyoz har bir sohada alohida qoida bilan belgilanadi. Guvohnoma huquqni tasdiqlashga yordam beradi, lekin huquqning o'zi qonun, qaror yoki tartib asosida beriladi. Ikkinchi nozik jihat muddati. Ma'lumotlari va holatini tekshiring. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, hujjatdagi ism sharif pasport bilan mos kelmasa, rasm juda eski bo'lsa, yozuvlar o'qilmasa, tashkilot xodimi qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Ayniqsa ID karta yangilangan, pasport seriyasi o'zgargan yoki nikohdan keyin familiya almashgan bo'lsa, hujjatlarni moslashtirish kerak. 3-nozik jihat. Guvohnomani yo'qotsangiz, vahimaga tushmang, lekin cho'zib ham yurmang. Yo'qolgan hujjat ba'zan firibgarlar qo'liga tushishi mumkin. Shuning uchun tegishli pensiya organiga yoki davlat xizmatlari orqali qayta tiklash tartibini so'rab murojaat qiling. Agar hujjat nusxasi kerak bo'lsa, rasmiy manbadan oling. Ko'chadagi tez qilib beramiz degan odamlarga ishonmang. 4-nozik jihat. Pensiya guvohnomasini garov sifatida qoldirmang. Ba'zi joylarda hujjat qoldirib keyin olib ketasiz deyishlari mumkin. Shaxsiy hujjatlarni begona tashkilotda qoldirish xavfli. Zarur bo'lsa nusxasini bering, lekin aslini o'zingizda saqlang. Agar asl hujjatni vaqtincha ko'rsatish talab qilinsa, ko'z oldingizda ko'rsatib qaytarib oling. 5-nozik jihat. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini to'liq bilishi kerak. Men hamma narsani farzand olib qo'ysin demayman. Lekin uyda favqulodda holat bo'lsa, qaysi papkada pensiya guvohnomasi, tibbiy hujjatlar, bank kartalari, poliklinika ma'lumotlari turganini yaqin odam bilishi kerak. Bu ayniqsa kasalxonaga yotqizish, tez yordam, sanatoriy, ijtimoiy yordam, meros ishlarida juda muhim. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam. Pensiya guvohnomangizni toping va tekshiring. Ism sharif, tug'ilgan sana, pensiya turi, rasm, muhr yoki elektron belgi, hujjat holatini ko'ring. Agar o'qilmaydigan joylari bo'lsa, yangilash masalasini so'rang. Ikkinchi qadam. Alohida pensiya papkasi tayyorlang. Bu papkada pensiya guvohnomasi nusxasi, pasport yoki ID karta nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, pensiya tushadigan hisob raqami, poliklinika ma'lumotlari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati. Yaqin qarindosh telefon raqamlari bo'lsin. Asl hujjatlarni alohida xavfsiz joyda saqlang, nusxalarini esa murojaatlar uchun tayyor tuting. 3-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy himoya xodimidan o'z toifangiz bo'yicha qanday yordamlar borligini so'rang. Savolni umumiy bermang. Menga nima bor desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Aniq so'rang. Men yolg'iz yashayman. Pensiyam falon so'm, kommunal xarajatlarim oshgan. Menga subsidiya yoki yordam tartibi bormi? Yoki men nogironlik pensiyasi olaman, sanatoriy navbati, dori ta'minoti, reabilitatsiya vositalari bo'yicha qayerga murojaat qilaman? 4-qadam. Poliklinikaga boring va oilaviy shifokordan ijtimoiy tibbiy imkoniyatlaringizni so'rang. Agar surunkali kasalligingiz bo'lsa, ro'yxatda turishingiz kerakmi? Bepul tekshiruv yoki dori imkoniyati bormi? Sanatoriy ko'rsatmasi bormi? Hammasini yozib oling. Shifokor aytgan hujjatlar ro'yxatida pensiya guvohnomasi bo'lsa, oldindan nusxa tayyorlab qo'ying. 5-qadam. Bankdagi pensiya kartangiz xavfsizligini tekshiring. SMS xabarnoma ulanganmi? Kartani kim ishlatyapti? PIN kodni kim biladi? Telefon raqam sizning nomingizdami? Bank ilovasiga begona odam kirmaganmi? Bularni aniqlang. Pensiya guvohnomasi bilan bankka borganingizda faqat rasmiy xodimga murojaat qiling. Bank ichida ham menga yordam beraman desa, ehtiyot bo'ling. 6-qadam. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa yoki eski bo'lsa, kechiktirmang. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali qayta tiklash tartibini so'rang. O'zingiz bora olmasangiz, ishonchli yaqin inson bilan boring. Agar kimdir sizning nomingizdan ish yuritishi kerak bo'lsa,
notarial ishonchnoma masalasini rasmiy hal qiling. 7-chi qadam. Har bir murojaatda yozmangiz qoldiring. Masalan, ijtimoiy yordam so'rasangiz, ariza raqamini oling. Sanatoriy navbati so'rasangiz, qaysi hujjatlar topshirilganini yozib qo'ying. Bankda muammo bo'lsa, murojaat raqamini talab qiling. Og'zaki gap unutiladi. Yozma iz esa keyin huquqingizni himoya qiladi. Demak, pensiya guvohnomasi faqat pensiya olishingizni ko'rsatadigan oddiy hujjat emas. U tibbiyotda, dori ta'minotida, kommunal va ijtimoiy yordamda, transportda, bankda, davlat xizmatlarida, sanatoriy yo'llanmalarida, mehnat munosabatlarida va hatto oilaviy huquqiy ishlarda sizga yordam berishi mumkin. Eng muhimi, u sizning maqomingizni tez, aniq va rasmiy ko'rsatadi. Men sizdan iltimos qilaman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, pensiya guvohnomangiz qayerda turganini tekshiring. Ota-onangizniki qayerda ekanini so'rang. Hujjatlar tartibini bir marta qilib qo'ysangiz, keyin ko'p yillar o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham ortiqcha yugur-yugurdan asraysiz. Agar siz pensiya guvohnomasi orqali qandaydir imtiyozdan foydalangan bo'lsangiz yoki aksincha qaysidir joyda muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarni yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning pulini, vaqtini va sog'lig'ini asrab qoladi.